Assalomu alaykum. O'z ishiga munosib korxonalarga biznes tashrif qilishda davom etamiz. Bugungi biznes tashrifimiz Hadid beton, suyuq betonlar ishlab chiqarish korxonasiga bo'ldi. Ishlab chiqarish jarayoni va suyuq betonlar qanday tayyorlanish jarayonlarini videomiz davomida kuzatamiz. Ketdik. Assalomu alaykum Ulug'bek aka, yaxshimisiz? Taklifimizga yo'q demasdan, rad qilmasdan, korxona bilan yaqindan tanishtirishdan rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat aka. Bu Hadid betonni g'oyasi qayerdan kelgani haqida gaplashsak aka va korxona qachon tashkil topgan? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ancha xursand bo'ldim tashrifidagi. Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham. Vaqtinglarni ayamasdan shunaqangi bizni korxonaga bir qadam bosib kelganlarga qadaminglar Alloh barakotli bo'lsin bizni korxonamizga ham. Endi Hadid betonni o'zi kelib chiqishi qayerdan bo'lganki, o'zi birinchi biznesimiz o'zi sement purish. 28 yildan beri shu sement sohasidamiz. Endi mana bozor iqtisodiyotlari bilan holatda bo'lib, qiyinchiliklar bo'lib, mana raqobatlar kuchli bo'lib, sement olamida endi biz o'zimiz bilmagan holatda modelni o'zgartirib qo'yganmiz. Biznes modeli o'zgardi. Ya'ni misol hali biznesning umri qachongacha deganda, uni modeli o'zgargungacha bo'lar ekan. Biz uni bilmasdik, buni qoidani, ammo teoretik bilmaganmiz, ammo praktikada o'zimiz boshingizdan o'tdi shu narsasi. Bilmagan holatda shu modelni o'zgartirdik. 2017-yili biz tanishtirishim kerak, Ustamjon o'g'lim va o'g'lim deyman, kuyovim, o'g'lim. Hamma biznes partnyorim, sherigim, menda boshqa albatta bu Hadid beton biznesida. Birinchi kimga kelgan g'oya? Sizgami yo Rustam akaga? Birinchi o'zi asli qanaqa bo'lganki, buni g'oyasi Rustamjon uchastkalarini qilib turgan jarayonda ustalar beton quyib turganda, bunday tepasiga borsam, beton juda rasvo holatda, qanday lapatkada quyapti, suv aralashgan holat, ya'ni misol qorishmani apalovkani ichida qilyapti hattoki. Ya'ni qanday suv bunday oqib keldi, sementni aralashib, shag'al qolib ketdi. Keyin usta kelib, ichkariga nimani qo'yishni boshladi, qum shag'alni to'kishni boshladi, qorishmani ichkarida qilyapti. Men o'sha yerdan boshlangan o'zi. Men aytdimki, bu nima bu dedi. Keyin arxitektorga telefon qildim. Aytdim, aka, bu rasvo, bu o'tadan keyin imorat rasvo bo'ladi deb. Nima qilganimizdan keyin Rustamjondan o'sha yerdan kelib chiqib ketdi. Hali joyda davay boshlaymiz deb keyin beton zavod qo'ydik. Keyin o'sha yerda ustalarni ko'rganimizdan keyin, o'sha holatdan keyin biz nima qildik? Rustamjondan keyin masalan xalqimiz uchun bitta shu ishlaylik, betonni bizga foyda qiziq emas bo'ldi hali joyda. Sababki Allohga beradar shukr, pulni ko'rdik, dunyoni ko'rdik, hamma narsa yetarli. Faqat shu ilm olaylik shu sohada, mana shu xalqimizga sog'lom betonni yetkazishga harakat qilish, sifatli beton. Ya'ni misol birinchi zavod qo'yganimizda ham 2 yilgacha beton sotmadik. Ya'ni bunday saki brend ko'tarish uchun ertadan keyin bozorda yo'qib ketmasligimiz uchun boshlanib boq. Ilmsizlik qilmaslik uchun 2 yil komandani o'qitdik bolalarni. Qozog'istonda, Haydelbekda borib o'qitdik bolalarni. O'zimizni laborant, operatorlar bilan o'qidi. Ya'ni biz sifatni o'qidik, bildik. Sifatga nima qilib, nurg'u bunga qanaqa qilib yonlashdi. Bu oddiy loy deymiz, ammo oddiy loy emas bu ham. Masalan, ichkariga chuqur qirsangiz, juda murakkablik katta. Haligacha hali ochilmagan qirralari bor. Ya'ni oddiy beton deymiz, ya'ni misol mana hozir mana bugungi kunda mana UHPC, HPC degan betonlarni eshityapmiz misol. O'ziga marishli betonlarni eshityapmiz. Ular nima endi xususiyati ularda? Endi o'ziga marishli beton deganda 1200 markani yuqorisida ketayotgan betonlarda, u o'tali sложный mostlarda, katta konstruksiyalarda, ya'ni misol hozirgi kunda bemalol davlat proyektlarida ham qatnashaveramiz bemalol. O'zbekistonda bor 1200 markali beton ishlab chiqargan korxonalar. Bor albatta. Hozir mana beton salohiyatida, ya'ni Toshkent shahrimizda, Toshkent o'zida durable beton, misol biz ulardan o'rganganmiz ko'p narsani. Yana shunga o'xshagan
ko'p beton zavodlar yaxshi beton zavodlar Betamaxlar bor. Bizda vodiyda ancha o'zim nimamiz haligi qanday desam bo'ladi? Tajriba kamroq. Tajribamiz kam. Misol yana vodiyni beton zavodlarida hali bunaqangi to'qnashuvlar bo'lmadi-da, bunaqangi buzilishlar, qayta qurilgan narsalar qayta buzilmadi. Demak, Qo'qonda nimasi, vodiyning nimasi yaxshi ekan sanoqyapti bo'lmasa, beton sohasida. Shu narsa ham bo'ladi inshaalloh. Endi mana hozir Toshkentda mana katta quruvchilar kirib kelyapti. Mana hozir ko'p joylarda davlat proyektlar, o'zimiz vodiyda endi iloji yo'q, majbur bo'lamiz ilm olib yana ham kuchayishga bu bozorda. Ustozimiz Abdumanap domlaning bir gaplari bor-da, ko'p tashriflarimizda yetkazaman shu gapni. Ilmni tubi ham bo'ladi deyiladi-da. Tubi qanaqa bo'ladi desa, masalan siz beton quyyapsiz-da, enini bo'yini ko'rsatyapsiz, suv qo'shyapsiz, loy qo'shyapsiz, sement qo'shyapsiz, lekin uni kilolab, qo'shishlarni ko'rmayapti tashqarida odam. Chuquridagi ilmi mana shu kilolab qo'shishi bo'lar ekan. Eni bilan bo'yidagi ilmi mana shu suv nimasi bo'lar ekanda. Buni tubiga yetgan odam doimo o'sha odamlar o'z kasbini munosiblari hisoblanadi. Va hozirgi kunda bozorda kim qoladi, masalan biznesda kim qoladi desa, munosiblar qoladi deyilyapti-da. O'zini brendiga ega bo'lgan, o'zini o'sha mahsulotining sifati yuqori bo'lgan korxonalar. Nimaga biz Hadid betonga tashrif qilganmiz? Oldin biz sizni korxonangizni o'rganganmiz. O'zi bu korxona munosibmi bu xalqqa xizmat ko'rsatish uchun deb keyin tashrif qildikda. Endi bizda rahmat tashrifingizga, Alloh rozi bo'lsin haqiqatda. Bizni tanlaganingiz uchun ham rahmat. Endi bizda asosiy foydadan ham ko'ra biz hali xalq manfaatini ham ko'proq o'ylaymiz. Sababiki o'sha boshda aytganimdek, yoshimiz ham o'zi 50 dan o'tyapti. Endi ba'da misol dunyoni ham ko'rdik, har xil holatlarni ham ko'rdik. Endi misol oxirat uchun baribir bir narsa qoldiraylik o'zimizdan keyin degan ma'no. Ya'ni misol biz Hadid betonni inshaalloh men o'ylaymanki, bugun hozir hech kim tanimashi mumkin. No, vaqtlar kelib bir 5 yil, 10 yildan keyin o'zini to'g'risida bir atrofda xalqimiz ichida bir yaxshi nom qozonadi. Nom qoldiradi. Demoqchiman, sababiki 5 yil, 10 yil, 20 yildan keyin mana shu Hadid betonlar buzilishni boshlaganda, baribir kimdir buzib boshqatdan qayta qurishni boshlaydi uyini. Biz ana o'shanda Xudo xolasa bir 10 yildan keyin, bir 15 yildan keyin inshaalloh 100% ishonaman, Xudo xolasa shunga. Что Hadid beton brendini ana shu vaqtlarda ko'tarib ketishiga ana ishonaman. Ben yigitlarga aytamanki, yigitlar bu sifatga qaranglar. Ortig'i bilan qaranglar deyman. Sababki bizni bugun emas, bugun baholamaydi. Bizni erta baholaydi, Xudo xolasa inshaalloh. O'zi mana brendni kelib chiqishini so'radingiz endi. Hadid nomi nima? Hadid nomini endi men buni qayerdan kelib chiqishini aytmayman. Bu sir. Yo, bu sirda endi, siri bor, hamma narsaning siri bor. No, men hattoki mana Rustamjonga ham aytaman, o'g'limga aytamanki, Xudo xolasa o'sha menga Hadid degan insonga, o'sha Hadid brendini menga tavsiya qilgan insonga bir necha yildan keyin 100 ming, 150 ming dollar beringlar shunga, hisobinglar beringlar deganman. Bu inson qo'liga 100 ming, 150 ming dollar beringlar. Sababki o'sha mahalla bu brend Xudo xolasa inshaalloh ishonaman, bundan qimmatroqqa ega bo'ladi-da. Brend o'zi. Biznes emas, brend nomini o'zi. Chunki buni tagida hozir ancha mehnat, ancha nima bor-da. O'zi Hadid o'zi Qur'ondan olingan. Qur'ondan Hadid degan temir deganda o'zi. Hadid beton. Chunki temirda mustahkam bo'lsa, men buni oqtarganimda rosa brendni nima qo'yamiz deb rosa izlanganmiz boshda. Qana brend qo'yamiz deb rosa Ustomjondan maslahatlashganmiz. Keyin shunaqangi bir maslahat bo'ldi bir kishidan, men aytdimki, Xudo xolasa dedim, kelajakda shu odamga bir 100 ming dollar beraman inshaalloh. Brend cho'qqiga chiqqanda dedim. Endi bu cho'qqiga chiqqanda inshaalloh ko'raylik o'zimiz ham o'shani cho'qqiga chiqishlarini. o'z cho'qqida Qo'qonda. Yo'q, endi o'sha mahallarda, yo endi bu hali cho'qqi emas-da bu. Buni cho'qqi deymiz-da hali. Tepaga cho'qqiga chiqqanda endi misol ammo ben yigitlarga har doim aytaman, hazm min fazli Robbi deyman. Bu Allohning bergan bizga fazli. Buni joyda manmanlik ketmaydi. Lekin har bitta yutug'imiz Allohning fazli bilan. Har bitta yutug'imiz.
Korxonada asosiy boshqaruv kimda? Sizdami yo Rustam akamdami? Rustamjonga topshirganmiz shu aytgandek. Korxona Rustam akam boshqaradi hozir. Rustamjon nimada endi biz maslahat berib turamiz. Arada maslahatlashamiz albatta. Har bitta jarayonlarda. Endi boshqa bizneslarimiz borligi uchun bu beton biznesini Xudo xolasa Rustamjonga berganmiz. Hozir Hadid doktor degan proyektni hozir boshladik. Hadid doktor kim rahbar? Hadid doktorda ham ukamiz rahbarlar. bilan gaplashamiz. Endi bu Xudo xolasa Hadid doktor shunaqangi proyekt bo'ladi inshaalloh. Xudo xolasa biz niyat qo'ydim. Ya'ni misol ilm asnosida qurilgan bo'ladi. Ya'ni tagida ilm bo'ladi. Ya'ni misol xalqimizni imoratlarini mustahkam qurishga yordam beradigan, xalqimizga kerak bo'lsa shu laboratoriya bilan tekin yordam beradigan ilmni ustida qurilgan biznes bo'ladi u. Birinchi Qo'qon shahrida faoliyat yuritadi. Birinchi Qo'qonda yuritadi, keyin o'sha inshaalloh respublika bo'yicha tarqalamiz. Hadid doktor respublika bo'yicha faoliyat yuritadi. Qaysi yilda? Inshaalloh. Endi bir 5 yilda mo'ljallayapman. 5 yilda. 5 yil juda ko'p-ku. Biz xalqimiz tezlashib ketyapti. Yo, 5 yilda respublika miqyosida yurish. Respublika miqyosida ham. Kamaytiring. Endi misol uchun agar sizlarning yordaminglar bilan qanaqadir sarafanda radiolar bilan bo'lib ketib qolsa, balki 7-8 oy ham bo'lib ketishi mumkin. Agar sarafanda G'oya muqaddas shatirda va'da beradiki, Ulug'bek akamga va Hadid betonga bepulga sarafandan va mediadan ham yordam beradi. Aytganingizdek 7-8 oy emas. Xudo xolasa inshaalloh. Ikkalamiz Xudo xolasa 7-8 oyda respublika bo'ylab Hadid doktor loyihasini kengaytiramiz. Inshaalloh Xudo xolasa. Sababki bu hozir proyekt yursa, misol batta nafaqat bizni batta qani bizga ko'makdosh bo'ladiganlar kim? Misol sement, o'zimizning milliy brend sement zavodlari. Kerak bo'lsa bu bizni proyektga hozir milliy brendimizni sement zavodlarini rahbarlari ham kerak bo'lsa hali qo'shilishaveradi. Bitta savol beraman sizga. Milliy brendimiz haqida gap ketganda hozir juda ko'p ketyapti bu gaplar. Siz sement olib kelganman deyapsiz. Qayerdan olib kelgansiz sementni? Chetdan? Biz endi shu Tojikistondan, keyin Qozog'istondan, qo'shma Qirg'izistondan toshirdik oldin, olib kirardik. Shu import olib kirardik. Nimalardan olib kelgan o'sha paytda chetdan olib kelgan sementlaringizni hozirda bizda O'zbekistonda chiqib turgan sementlarda farqi bormi sifatda yoki nimada yoki farqi yo'qmi bizniki yoki sifati yuqoriroqmi bizniki sementlarimiz? Hozir sifat jihatdan o'zimizni ichkaridagi sement zavodlari ham ancha kuchayib ketdi. Men 100% ishonaman, sababki bizda laboratoriya bor. Biz har bitta sement zavodi fandni kontrolini bitta zavodga kirgan fandni kontrolini tekshiramiz. Shu jarayonda sement to'g'risida ma'lumot yaxshi. Ya'ni misol sement ilgari o'zimizni mana Xitoy zavodlari kelmasdan oldin o'zimiz sement zavodlar chiqarardi, ob'yom past bo'lardi. Shuning uchun majbur biz import olib kirardik. Importda endi yuqori markalarni olib kirardik. Endi hozirgi kunda o'zimiznikilar mana Xitoy zavodlari chiqdi, tashqarida narxlar tushdi. Misol tashqaridagi zavodlar endi o'sha hojat qolmadi import olib kirishga. O'zimizning zavodlar ham hozir sifatda ancha ko'tardi. Shu yerda bir tavsiya berib keting xalq uchun. Qaysi sementdan foydalansa yaxshi? Qaysi brenddan? Endi hozir mana bu brend desam, hali u brendga nisbatan misollar hozir hech bo'lmasa 3 tasini ayting. Endi misol o'zimizning milliy brendlarni aytay. Misol men sizga o'zimizning milliy brendlar. Men sizga rahmat bitta narsa aytamanki, o'zimizning milliy brendlarda pul ichkarida qoladi. Ya'ni misol xalq uchun qoladi. Xalq uchun qoladi. Chetdan kelgan brendlarda tashqariga chiqib ketadi pul. Misol ularning g'oyasi boshqa. Bizning g'oya boshqa. Chunki biz baribir vatanimiz uchun jonimizni berishga tayyormiz misol. Chetdan kelgan odam ishlab pulni qilib, xalq pulini olib ketadi. Men shu yerda har doim tavsiya qilamanki, birodar, o'zimizni ichki milliy brendda sementini olaver deyman misol. U qaysi bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimizning milliy brendlar ichida misol chempionlardan to'g'ri, misol dangalar misol sifatlarni tekshirgan jarayonda birinchisi Akilman bo'ladi. Bu Alisher Usmonov zavodi. Ohangaron sement sotib olganlar shu 23-yili. Hatto o'ta salohiyat kuchli, o'ta. Keyin Namangan bonus bor, hatto bu zavod ham o'ta yaxshi. Abdug'ofur aka rahbarlari o'ta o'zini ustidan ishlaydigan zavodlardan, ya'ni misol. Quvvat jihatidan o'ta kuchli zavodlar hisoblanadi. Sababki men misol
sement zavodlarini A, B, C kategoriyasiga bo'lamanda, o'zim sementpush bo'lganim uchun A, B, C deganda mana shu kategoriyaga bo'lib olaman. Ya'ni eng zo'rlari o'rtacha, eng pastroqlari. Endi men A, B sini aytyapman-da endi. A, B kategoriyalari, C'larni endi aytmayman misol. Tavsiya qilamanki, xalqimizga imkon qadar o'zimizni ichki brendlarga nima qilsa, yordamlashsak hozirgi kunda. Xudo xolasa bular ertadanki kuchaygandan keyin mana shu qiyinchilik yili 2 yil, 3 yil hozir. 2-3 yil ichida qaysi sement zavodi tirik qolsa, o'sha davom etaveradi ishlashda. Chunki hozir mana baribir Xitoydan kelgan zavodlarning dotatsiyalari bor o'zini. Bu dotatsiyalarda nima qiladi? Misol narx-navoni maksimum keskin darajada pastga tushirib turib demping qilyapti-da endi hozir bularni. Bularga zavodlarimizga oson emas. Endi tasavvur qiling, bitta Konch zavoddagi oladigan bo'lsangiz 187 ta zavodi bor dunyo bo'yicha. 187 ta zavodi bor odam, misol uni o'ziga yarasha salohiyat kuchli-da. Biz zavodlarda nima? Bitta, ikkita, 3 ta misol. Misol Akirmanda 3 ta zavodi bor. Ha, misol bonus bitta zavodi bor. Endi misol 10-sini bala bilan 1-sini balani jangga qo'ysangiz nima bo'ladi? O'zingiz misol 10-sini bala yutadi baribir. O'z-o'zidan. Endi mana shu joyda biz o'zimiz mana shu O'zbekiston millatidan va misol o'zimni shu vatandoshlarimdan men eng katta iltimosim borki, mana shu o'zimizning milliy brendlarni qo'llab-quvvatlab misol, mayli bir qism qimmatroq bo'lsa shuni ishlatay o'zimnikini deb ishlatib misol agar yurg'izdirib yuborilsa, shu yerda misol bitta ko'makdosh bo'lib bersak shularga. Ertadan keyin aniq 100% bilaman, Xudo xolasa bular ham xalq uchun shu yerda maktablar quradi, bog'chalar quradi, yo'llarni to'g'rilaydi. Chet el brendlari qilmaydi bu ishni misol. Demak, har bir sohada siz xohlardingizki, Made in Uzbekistan degan nom bilan faxrlanib olsin. Albatta, 100%. Ibrohimjon ustoz bilan yaqinda bir podkast qildik-da. Ustimizdagi kiyim bizni aqlli qilib ko'rsatib qo'ymaydi. Ilmli qilib ko'rsatib qo'ymaydi. Biz qachonki ishlab chiqargan kiyimlarimizdan, mahsulotlarimizdan faxrlana olsak, keyin ular dunyo darajasiga chiqadi, keyin biz ham yuksalamiz deb ajoyib gap gapirishdi-da. Hozirgi nima deydi? Har bitta biznes egasini va mana shu yurtda yashaganda muammosi milliy brend bo'lib qoldimi deb qo'yaman hozir. Shunaqa. Yo, mana misol uchun agar olsangiz mana 5 yil oldin, 5-6 yil oldin, misol 10 yil orqaga qaytaylik, 10 yil oldin ofis qilganimizda mana shu hamma narsa Xitoy narsasi edi. Bugungi kunda alhamdulillah Xudoga shu hammasi o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqargan narsalar, mebeldan tortib, mana shu yerda televizor, jihozlar hammasi. Mayli yaratadim. Haqiqatda boshlig'imizga qiynaldimda, sababki bu valyuta, ichkaridagi valyuta mana shuni olib kelganiga ishlayotgan bo'lsa, bundan tashqari yana dori olib kelish kerak ichkariga. Misol yana juda ham hali xalq uchun kerak narsani, valyutani kerak joyga ishlatish kerak-da. Biz tadbirkorlar bugungi kunda mana shu narsani tejash kerak. Imkon qadar tashqaridan sotib olmasdan o'zimizda ishlab chiqarish kerak. Imkonda iloji boricha lokalni ishlash kerak deyman misol. Ya'ni misol uchun mana shu qalamni ishlab chiqaruvchi odam ichidagi kremnisini boshqasiga zakaz qilsa, ustida yog'ochini boshqasiga zakaz qilsa, taydirizingkasini boshqasiga zakaz qilsa, misol 3 kishi, 4 kishi o'tiradigan bo'lsa, bo'lib yuborishimiz kerak-da, mana shu 4 tani bitta narsani. 3 kishi mana shu bitta mana shu qalamni ustida uchalamiz barpo bo'lishimiz kerak. Buni lokalniy biznes deydi-da. Agar biz mana shu lokalizovat qilishni o'rganib olsak, biz любой yutamiz misol. Bizda hozir hammasi o'zim qilaman deydi. Biz o'zimiz qilamiz. Yoki men nima deyman? Men misol o'zim yog'ochini ham qilaman, o'zim mana bizda beton zavod bo'lsa, mana Rustamjon bilanlar biz drabilka qilmadik misol. Nimaga? Drabilkachi ishlasin, pulini qilsin misol. Qilsin, ustidan ishlasin. Ammo drabilkachiga aytyapman, sen beton zavod qilmagan deyapman, sen shu drabilkani sohasiga kir. Senga drabilkani sohasida biz hali bilmagan ilmlar bor. Shunaqa ilmlar borki, oddiy misol qumni yuvayotgan jarayonda qumni fraksiyalarga ajratishsa bo'ladi. Buni misol fraksiyaga bitta ajratganingizda eleron misol ishlatadi. O'sha qumni eng tozasini, aka, mana bu eleron sizga mos qum. Hop, sizda shpakilovkangizga sizga mos qum. Kileyingizga sizga mos qum. Qumni o'zini ilmi ko'p. Misol uchun. Shuni yuvib turib, tozalab turish, texnologiyalarni qil, misol kerak bo'lsa, pulni ko'proq topasan sen men deyman. Ko'proq pul topadi hali joyda. Bizda nima qiladi? Fokusni buzadi ko'pchilik. Fokus buziladi, hali qumni yuvayotgan jarayonda aytadiki, men endi hozir deydi,
paxta ekaman deydi, yo boshqa narsaga ketadi-da. Endi xullas kalom yo tekstil ochaman deydi, yo tekstilchi, domchi bo'laman deydi. Qarang, masalan, 17 yil tekstilda umrini ketkazyapti inson. Men shunga xafa bo'laman-ku, 17 yil ichida bu mutaxassisni o'sha sohani olimi bo'lyapti-da. Shat etib o'tyapti-da, bu dom qurishda foyda katta bo'lsa, dom qurishga o'tib ketyapti. Endi masalan, qolgan zavod bilan tanishtiruvlarga qiziqarli bo'lsa, Rustamjon, agar mana tanishtirib olsalar. Birinchi g'oya shahardan kelgan edi. G'oya o'zi shahar g'oyasi o'zi aslida. Bitta zavodda g'oya shaharlikni o'zi. Rustamxon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Bu hadid beton loyihasi sizni g'oyangiz ekan. Shu g'oyangiz bilan endi ishlab chiqarish jarayoni to'g'risida yaqinda tanishtirasiz aka bizni. Albatta. Xush kelibsizlar avvalambor tashrif buyurganlaringizga rahmat. Buni biz shu sement sotib yurgan paytimizda shu g'oya kelib qolgan. Shu uchastka qurmoqchi bo'lib, shu fundamentini quyib turgan jarayonimda o'shanda keyin maslahat olib, mana shu betonni quyish jarayonida kelib ko'rishgan. Keyin o'g'lim bu narsa to'g'ri bo'lmayapti. Buni boshqatdan nima qilishimiz kerak. Ustalarni chaqirib gaplashganmiz ustalar bilan. Bitta noto'g'ri quyish bo'ldi. Juda rasvo qilibsizlar ishda deb, uje qoniqmaganmiz hali ishdan. Keyin shundan keyin sekin uje model o'zgartirish fikri kelib qolgan, shu yerda tug'ilgan. Beton zavod qilsak-chi deb. Keyin uni endi plyus minusini hisoblash kerak baribir. Yaxshigina mablag' ketadi. Zavod qo'yish kerak, ishchi olish kerak, texnikalar qilish kerak. O'zidan o'zi bo'lmaydi bu narsa. Keyin shu yerdan sekin uje sementni pulidan jamg'arib, sekin zavod olib kelganmiz. Shu Erkin iqtisodiy zonasidan yer olib 2017-yilda sekin shu yerda keyin jamoa to'plaganmiz. Bu ham endi bir oilaviy korxona. Yaqinlarimizni jalb qilib, yaqinlar bilan sekin boshlaganmiz. O'zimiz darsi beton zavodga o'sha ishlab chiqargan mahsulotimizni betonni o'zimiz quyib, siz ishlab chiqarish jarayonida siz o'zingiz ishlaysizmi? Siz mana shu xodimlar bilan masalan bilimingiz tengmi demoqchiman. Har bir nimani nazorat qilishingiz kerak. Siz korxona rahbarisiz va shu vakolatingizda siz xodimlaringizni nazorat qilishda ularni sifatini tekshira olasizmi? Laboratoriyada tekshira olasizmi? Yoki ishlab chiqarish jarayonida siz to'g'ri boshqara olasizmi ularni? Bu narsaga birinchi o'zimiz sho'ng'iganmiz, o'zimiz qilib ko'rganmiz, keyin o'sha xodimlarni olib, ularni o'qitganmiz. Hozirgi jarayonda ishga sho'ng'ilsak bo'laveradi o'zimiz. Ishlab chiqarish jarayonini kuzatsak bo'ladimi? Ha, bo'ladi, kuzatsak. Ketdikmi bo'lsa? Xudo xolasi yaqin kelajakda bo'ladi. Tez orada mana bu Eron bilan hamkorlikda ish boshlamoqchi bo'lyapmiz. Hozir xudo xolasa kerak dastgohlar olindi. UHBC degan hali Ulug'bek ham aytib o'tdilar. 1200 markali. 1200 markali betondan ishlab chiqariladigan shu yo'llarga, yo'l qoplamalari va mana bunaqa kolodus qopqoqlari ishlab chiqaramiz xudo xolasa. Bu qayerda ishlab chiqarildi bu? Buni Erondan nima qilib olib namuna sifatida olib keltirdik. Aha. Yaqin kunlar, yaqin oylarda desak ham bo'ladi. Yaqin oylarda bu o'zimizda, xudo xolasa, shu Erkin iqtisodiy zonasi zavodimizda ishlab chiqariladi. Hadid betonda ishlab chiqariladi. Hadid betonda ishlab chiqariladi. Men so'ragani bu qayerdan keldi degani, bu yerda o'zbek brendi yo'q-da. Ha, yo'q, bu shu uchun. Shu Erondagi hamkorimizning brendi, ular ishlab chiqariladi. Biz shu xodimlar borib, bitta malaka oshirildi, ular bilan birgalikda shu ustida ish olib borildi. Xudo xolasa kelajakda mana shu narsa hadid betonda ishlab chiqariladi. Xudo xolasa. Biz ishlagan hamkorlar Energy, Knaf, Indarama, Upak, Handekor ham ekanda. Handekor bu nima ishlab chiqaradi? Handekor, ha, Shukat akalar. Mebellarni nimasini ishlab chiqaradi? Avilon tekstil korxonasi. Amina taqinchoqlari bu. Amina taqinchoqlar, ha. Epa, o'zimizni qadrdon akamiz Dilshod akaning korxonalari. Shunaqa. Bu Qo'qonda brendlar ko'p ekan deb aytdi. Europrint misol. Asosan iPhone akamlarga. Yaqin atrofdagi brendlar bular hammasi. Albus bor mana. Europrint, Albus. Avilon nimaniki? Avilon Tex bor, Largo bor, Musavvar Tex bor mana. Leon Print, MBK, Global Textile, Rishton Tekstil, Asman, Ahlan House.
Azik suz ham bor ekanda. Sadaf sut. Qo'shnimiz Asman Travertin, qo'shnimiz. Men buni ko'raman-da. Asman, sadaf sut bor mana. Ko'p joylarda aytaman, mana hozir Yevroprint korxonasida ham bir qadrdon akamizni brendlarini ko'rib qoldim. Endi bu yerda hozir Qo'qonning brendlarini, o'zbek brendlarini ko'rib, hali har bir joyda nima bo'ladi? O'zingiz yaqiningizga ko'rsatib qolsam bo'lib ketadi. Men brendlarni ko'rsam, xursand bo'lib ketaman-da. Ha, shunaqa. Bitta hozir endi bu eski ilgan nimamiz, bannerimiz bitta hozir mana bu yilda 2024-yilda ancha qo'shilgan. Balki buni kattalashtirishimiz kerak, chunki bitta sig'maydi bu brendlar. Qolgani, Mana joy so'rab ekan. Xudo xolasa kattaroq qilib qolgan brendlarni ham qo'shib qo'yamiz, xudo xolasa. Vatanimiz bayrog'ini ham ilib qo'yibsizlar. Ha. Bu hali nima deydi? O'zbekiston bayrog'i hammasidan baland tursa. Albatta, bu boshqacha bir tuyg'uda. O'zbekiston bayrog'i. Katta endi xomashyolar. Vatanparvarlik. Har bir kirib kelgan xomashyo maxsus bo'limlarga joylanadi, fraksiyalarga ajratilib. Boshqalarda nima bor? Bu boshqalarda maxsus o'sha Qorishmalar. qorishmalar. Endi bu qorishma desak aka, betonni o'zini jarayoni qorishma hisoblanadi. Maxsus kimyoviy vositada bu endi. Uni unadigan betonga qo'shiladigan maxsus kimyoviy vosita. Bu maxsus kimyoviy vositalar. Ha. Bu bir xil narsami, har xilmi bular? Bu yerda ko'payganida. Bu bir xil bo'lmaydi, har xil bo'ladi sezonga qarab. Qishki sezonda boshqacha Qishki qanaqa? Qishki sezonda asosan endi atrof tumanlarga beradigan bo'lsak, betonni masofani hisobini qilib, betonni tez qotib qolmasligini oldini olinadi. Maxsus o'sha qo'shimcha kimyoviy vositalar asosida qo'shiladi bu narsa. Bu uzoq masofaga borib turganda betonni sifati buzilmasligi uchun o'sha berilgan markani o'zini me'yorida yetib borishligini ta'minlab beradigan kimyoviy vosita. Ha. Bu demak, yana qanaqasi bor bular bu yerda? Endi yozgi kunlarida, yozgi kunlari qanaqa? yozgi kunlarida issiq bo'lib qoladi. Issiqda ham shu tez yorilib ketmasligi uchun betonni qotishini sekinlashtiradi. Sababiki yozgi kunida qarlanib, suv ko'tarilib ketib qolsa ham qurib qoladi-da, shu natijasida ham tez beton yorilib ketadi. Shuning uchun buni shunga ishlatamiz. Mana o'sha sezonga kirib kelyapmiz, o'sha bahor, qishdan chiqib o'zgaryapti. Endi bu qo'shimcha kimyoviy o'sha modda o'sha o'zgaradi endi. Bu qo'shimchalari o'zgargan holda betonga qo'shiladi. Zo'r. Yaqin kunlarda mana boshlandi, xabarlarim bor. Qo'qonda yangi qurilishlar amalga oshirilmoqda. Yangi qurilishlar boshlandi. O'shani ham inobatga olib, hozir biz mana bu tarafda zaxira qilyapmiz. Chunki hali qurilishlar uzoq davom etadi. Katta Sezon endi keldi. Sezon endi keldi. Katta ob'yomdagi qurilishlar. Shuning uchun biz ishlab turgan mahsulotlardan iloji boricha ko'proq zaxira hisobini qilib hozir joylayapmiz. Hozir maxsus texnikalar bu yerga olib kelib joylayapti hozir. Bu toshlardan, shibellardan necha xil turi bor va necha xil turdan foydalanasiz? Buni endi turi har bir viloyat yoki har bir nimani regionga qarab belgilanadi. Sababiki boshqa viloyatda, boshqa regionda mana shebenlari bizni nimada ishlamasligi mumkin. Bizni hududda. Chunki ularda kuchlilik darajasi bo'ladi. Ha. Shuning uchun bizga asosan Oltiariqdan olib kelamiz. Ha. Keyin va o'zimizni mana bu yerda Drabilkadan olib kelamiz. Gidrouzil deymiz, Qo'qon shaharida o'zidan. Bitta keyin maxsus fraksiyalarga ajratiladi. Ro'parada maxsus yuvish texnikamiz bor. Uni ko'rsak bo'ladimi? Albatta.
Hozir biz qayerga boshlab ketyapsiz endi? Hozirgi ko'radigan joyimiz shu biz uchun beton ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan xom ashyolar, ya'ni met-pisok, xom va shebin mahsulotini maxsus Pisok nima? met-pisok deymiz. Biz endi o'zimizning tilda met-pisok deb o'rganib qolganmiz. Yuvilgan qum. Yuvilgan Hidrouzildan qum. olinadigan yuvilgan qumni maxsus belgilangan bokslarga mana bu maxsus texnika yordamida joylashtiriladi. Ana bu yerda ko'radigan bo'lsak, mana hozir met-pisok deymiz o'sha. Naryoqdagi yuvilgan shebin. O shebenni olib kelgandan keyin o'zimizning mana bu maxsus moykamiz bor, yerda yuviladi. Hatta yuvilgandan keyin mana yerda hozir 3 ta bunkerga ajratilgan. Ha. Mana bu yerda hozir mana shebin, mana yerda qum, mana yerda met-pisok bu o'sha. Ha. Bunisi nima bu yerda? Bu qo'shimcha tarzda betonni sifatini yanada ham yuqori qiladigan modda bor. Buni Ha. mikrokremizon deyiladi. O'sha mikrokremizon qo'shilardi bu yerda. Endi uni hozir qo'shganimiz yo'q. Uni nima qilmasangiz ham bo'laveradi. Oldin qo'shilganda bu. Nimaga qo'shilardi u? Bu Oldin. betonni sifatini yuqori qilish uchun temirni qirindisida bu narsa. Temirni Ha. kuydirilgandan keyingi qirindi u narsa. Bu nima emas, hozir важный emas, narsa emas. Bu yerda hozir demak ikkinchi nima ishlayapti? Ha, bu ikkinchi zavodimiz. Xuddi shu holat bu yerda ham takrorlanadi. 3 ta bo'limga ajratilgan. Ha. Hozir demak baravar tushyaptimi yoki bitta-bitta tushadimi? Kiloga bo'linadi. Bitta har bittasida kompyuter orqali maxsus o'sha nimalarda belgilangan tonnada, hajmda ajratiladi. Bitta lentaga tushib oladi avval uchalasidan. Keyin uchalasi alqama kesin mashinga kirib nimaga kirib ketadi. Beton qorishtirgichga. Alohida tashlamaydi. Har bitta mana bu yonkisidan tushgandan keyin lenta bittada olib kirib ichkarida bu tomondan keyin maxsus kimyoviy vosita, sement qo'shiladi, suv qo'shiladi, keyin ishlab chiqariladi. Ha. Hozir demak shebin tushdi, hozir qum tushyapti. Qum tushdi, shebin tushdi. Hatta keyin tushgandan keyin hatta o'sha o'zini belgilangan vaqtida Demak, aralashtiriladi. qumda, shebinda uchinchisi nima dedingiz? met-pisok deymiz. Met-pisok deyiladi o'zimiz tilda sal jaydaroq qilib. Ha. Demak, uchala narsani bu yerda kerakli kiloda hajmda tortib aqqa yuboradi. Kubada deyiladi, to'g'rimi? Betonda. Ha, shunaqa. Tepaga chiqib ko'rsam maylimi? Mayli bemalol. Hadid beton korxonasiga tashrifimiz davomida ishlab chiqarish jarayonini kuzatyapmiz va sifatlarini qanaqa ekan deb o'rganib boryapmiz-da. Mani eng nima qilgan narsa, buni katta toshlar bor. Katta toshlarda lekin nima setga qo'yib qo'yishgan ekan. Bunda ham bor ekan. Katta toshlarni ushlab qolinar. Hali beton quyilib turgan jarayonda, misol uchun pastda lentani ko'rdik. Hozir bu katta toshlar misol uchun kiloni ko'p berib yuborishi mumkin va buni toshlarni nimalardan aldashi mumkin. Mana shularni oldini olish mumkin va sifat darajasi doimiy bir xilda ushlab borilar ekan. Hozir ham boshlab ketyapsizmi? Hozir shu korxonani aniqroq aytadigan bo'lsa, yuragi bo'lgan laboratoriya. Ademi sifatni birinchi o'lchab beradigan, Nazorat qiladigan qilib beradigan laboratoriya joyimizga. Assalomu alaykum. Salom. Assalomu alaykum. Aka. Bu yigit ismlari Jamshidjon. Assalomu alaykum. Laborantimiz bo'ladilar. Demak, korxonaning asosiy ishini siz qilar ekansiz aka bu yerda. Sifat nazorati. Chiqib turgan betonlarni nazorat qilamiz. Berilib turgan markalarni chiqarib beramiz. Va shu yerda maxsus apparatlarimiz bilan tekshirib beramiz. Nima ishlab bajaradi bular? Bir tushuntirib bersangiz aka. Maxsus apparatlarimiz bu betonni markalarini tekshiradi. Qanday qilib? Maxsus apparatlar Qancha vaqt ketadi tekshirish uchun buni? 2,5 daqiqa vaqt ketadi bunga. 2,5 daqiqa vaqt. 2,5 daqiqa sarflanadi. Har bitta tashkilotdan olinadi namuna. Olingan namunani 28 kundan keyin mana shu maxsus apparatimizga mana bunday holatda solib tekshirib beramiz. Ha, 28 kun. 28 kunlik rezultatini
Misol mana bu yerda 300 marka bo'ladigan bo'lsa, 300 markani 28 sutkaligini sinab beriladi. Demak bu 28 kunda bu 100% qotadi. 100% berilgan markani 100% ni oladi. Misol 300 marka deydigan bo'lsak, 28 kundan keyin shu 300 markani 100% natijasini oladi. Tekshirib ko'rsatib berasiz. Bo'ldi. Nimaga bu nimalar yozilgan aka? Tushgan. Bu aka mana 7 fevral kuni 200 marka o'qchi beton ariqqa berilgan. Ha. Betonimizdan olingan namuna. Ha. 200 marka 28 kunlik desak bo'laveradi, ozgina o'tgan. Endi buni yopamiz, yopmasa yurmaydi. Nimamiz, kalendarimiz bor bu yerda, markalarniki. Mana bu 200 marka bo'ladigan bo'lsa, mana shu natijani olish kerak. Ha. 9 manat. 200 markanın 100% natijasi. 28 kundan keyin chiqadigan natijasi bo'ladi bu. Maxsus apparatimiz raqamlarda ko'rsatib beradi bu narsani. Ha bu bosdimi hozir endi? Ha, bosyapti hozir 10.000 kilo santimetr kubiga uryapti hozir. Ha. 1 santimetrga 1 santimetr joyini 10 tonna bilan uryapti. Kuchlanish bilan. 100% natijani oldi, oshig'i bilan olyapti. Bu hali yana ketyapti natija. Bu stress degani shu natijasi. Ha, megapaskalda bo'ladi, o'sha kuchlanishini ko'rsatadi. Hozir bu 200 marka 250 markaga qarab 200 markaga qarab ketyapti. Mana bu endi? Mana 27-31 megapaskalda oldi. Ha. 300 markamizniki 28.9 bo'ladi. 300 markamiz 95% ni oldi hozir. 200 marka beton. 300 marka desangiz bo'laver ekan, qo'rqmasdan. Bizda hech qachon kam chiqmaydi. Ha. Biz hamisha yuqorida yuramiz. Bunisi nima ish bajaradi? Bu bizga kirib kelayotgan sement mahsulotlarimizni maxsus farqli o'laroq mana shunaqa holatda sementni o'zi. Sementni o'zi. Nimasini tekshirasiz bunda? Bunda ham quvvati, buni ham sementda ham markasi bor. Shuni tekshirasizmi? Nimaga suvga solib qo'ygansiz uni? GOST bo'yicha bular 95% namlikda saqlanishi kerak. Ha, GOST sabab bo'yicha. Chunki nima sababdan namlikda saqlanishi kerak? GOSTda aytilgan 20 gradus 95% namlikda laboratoriya ispitaniyasi uchun bu norma bo'ladi. Chunki sement mana shu holatda 28 kunda keyin yetishadi. Agar buni suvga solmasangiz, quruqqa qo'yib qo'ysangiz, yo sovuqqa olib chiqib qo'ysangiz, 28 kun natija yetmasligi mumkin. Ha. Demak, siz GOST bo'yicha 28 kunlik natijani ko'rsatib berasiz. Xuddi shunday. Lekin agar bu siz boshqa korxona GOST bo'yicha ishlamasa, mana shu sifatni ko'rsatadi, ko'rsatmaydimi hadid beton? Masalan, shu olib chiqdi, quydi, sizlarni quritib bittanasiga apalakdan olib qo'ydi deylik. Shunda o'sha sifatni ko'rsatadimi, ko'rsatmaydi? Yo'q, ko'rsatmaydi. Bunda vaqtda cho'ziladi. Hadidga o'tkazishga kerak ekanda. Mana shu holatga. Mana misol mana apparatimiz bor, maxsus apparatimiz. Mana bu yerda Ackerman deb yozilyapti. 52,5 600 marka degani bu. Ha. 600 markali sementimizni ispitaniyasi. 8-mart kuni quyilgan. 8-mart kuni 8-mart kuni olingan obrazец. 8-mart kuni bo'ladigan bo'lsa, bu 12 kunlik natija beradi. ha. 12 kunlik rezultat bo'ladi. 12 kunda 70% ni olish kerak. Misol 12 kunda 600 markani 70% dan oshig'ini olish kerak. Yo'q. Bunday qilib hisobladik, kalkulyatsiyaga tushiradigan bo'lsak, 52,5
36 megapaskalda olish kerak. Sementda ham bunday rejasi bor. 37-55 megapaskalda oldi. Nechani olish kerak dedingiz hozir? 36-75 da olish kerak edi. U o'tdi hozir undan. Ha, undan o'tdi. Bu qaysi sementi? Ackerman sement. Qo'ydi nimaniki deyishgan bu, ha? Ohangaron Ackerman sement 600 markali sement. Mana bu yerda sementda ham bunday rejasi bor. 52,5 deganda 600 markani nazarda tutiladi-da mana. Mana shu narsa. Hamma yo'q nazoratda bo'ladi-da. Hammasi nazoratim ostida deydi-da. Hammasi nazorat ostida bo'ladi. Ha, endi bular haqida bizga qisqacha tushuntirib bersiz. Mana kolleksiyaning добавка, tip добавка, срок набор, прочность, stajit. Mana shular haqida endi tushuntirib bering. Ko'ruvchilar, bizni kuzatuvchilar shundan bir nima ma'lumot olsin. Sementda ham turlari bor. Ha. Bu turlarni qoplariga o'zini maxsus upakovkasiga yozib qo'yiladi. Oldin M400, M500 deb raqamlab berilardi sement. Ha. Hozirda mana shu nimani beryapti? Ro'yxat bilan beryapti. Mana shu daraja bilan beryapti-da. Bu mana A6%, do 20%. Nima bu? Kolleksiyaning Hop, boshidan boshlaymiz. Sem 2 degani ikkinchi kategoriya bo'ladi. Ikkinchi kategoriyasi Portland sement, dabavkasi 20% gacha bo'lgan sementlarga ishlatiladi. Buni ikkinchi kategoriya, mana ikkinchi kategoriya. Keyingi kelib turgan A kategoriyasi bilan bo'lyapti. Bu klass. Sementda klassi bor. Ichida qancha klinkerni foizi. A foizini oladigan bo'lsak, kalsiy mineral dabavk deyapti. 6% dan 20% gacha dabavkasi bor deyapti. Keyingisi o'sha dabavka nimadan iborat bo'lgan? Tip dabavka degan joyi bor. Mana i'ni topamiz, izlis, oqatda toshda maydalangani bo'ladi. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, 32,5 N deb berilyapti. 32,5 da klass прочности bu zavod shu raqamga javob beradi xolos. Misol ko'p joylarda 450 marka, 550 marka degan yozuv bo'ladi, lekin zavod 32,5 ga javob beradi, 400 markaga javob beradi. Zavod. 32,5 deb bildirayotgan narsa bu marka, sementning markasi bu. 400 marka. Keyingi kelayotgan N harfi bu sementni qotish vaqtini bildiradi, darajasini. Bu 3 ta turga bo'linadi: N, B, M. N harfi normada qotuvchan sement bo'ladi. B bilan keladigani bu tez qotuvchan sement bo'ladi. M yozuvi bilan keladigani sekin qotuvchan sement bo'ladi. Sementni eng qisqa va uzoq vaqt qotish jarayoni qancha? Xo'p, hammasida sementlarning turiga bog'liq. Misol Ackerman sementida 2 soat 20 minutda sement reaksiyaga kirishadi. 3,5 soatda reaksiyadan to'xtaydi. 3,5 soatda sement reaksiyadan to'xtaydi. Hammasida har xil. Misol hozir turlari ko'payib ketgan. Shu sementni ichiga qo'shilgan qo'shimchalariga bog'liq bu narsa. Endi bitta qum sheben nimalar ham turibdi. Bitta obrazes kelgan sementlarni qachon kirib kelgan, qaysi markada tashkilot hammasi olinadi. Buni qumni to'g'ana tekshirasizlar, shular haqida ham. Buni maxsus elaklarimiz bor. Bunda. Bu hozir elak bu rabosh bizga kirib kelayotgan pesoklarimizni har bittasini elab ichidagi tarkibini o'rganamiz. Fraksiyasini. Qanday qilib ko'rsatib berasizmi? Ko'rsatib beramiz. Hop, endi qum shebenlardan sifatini qanaqa nazoratga olasiz va bularni bizga kirib kelayotgan mahsulotlar birinchi laboratoriyaga kirib tarkibi o'rganiladi. qanday qilib? Maxsus elagimiz bor. Har bir elakda o'zini diametriga yarasha teshigi bor. Buni biz kirib kelgan mahsulotni
qanchalik darajada tozaligi bizga betonimizga to'g'ri keladimi, kelmaydimi shu narsani maxsus elakka to'kib Buni hozir bu nima qiladi? bu sun'iy vibratsiya beramiz. Ha. Bunda sun'iy vibratsiya. To'qqizta elagimiz bor. Har bittasi o'zini raqamlashgan. Bizda medpisok klinets, bu klinets bo'ladi. Klinetsni bizga kirib kelayotgan klinetsni fraksiyalardan aniqlanadi. Ko'rib turganingizdek 12,5lik diametri 12,5 teshigi bu hisob bo'ladi. Ha. Diametri 12,5lik setkamizda qolgani ostatkasini tekshiramiz. Gramlab tekshirasiz. Albatta 25 gram. 25 gram. Hamma narsani buni qayta aytib boramiz. 25 gram. Shu tariqa har bittasini Buni olib tashlasizmi keyin? Ha, har qo'shib boramiz. bittasini sitadan o'tkazib bu 10lik setkamizdan o'tmay qolgani. 135 gram. Mana shu tariqa hammasini yozib boramiz. Siz ham ishlatyapsiz. Men bloger emasman-da, ishlab chiqaruvchiman. 645 gram ekan mana. 5 lik setamizda qolgani. Zo'r. 645 gram. YouTube o'raylik. Qozonimiz katta qoldi. Voy, Eyga tushib borar ekan. Bitta medpisokni biz 9 ta turga bo'lamiz. 335 gram. Sen gram. Güzellik. O'chirib qo'ydingiz-ku? Ha, bo'ldi. Kelar. %10. Ha, 110 gram. Mana bu medpisokning ichidagi mayda to'ldiruvchilar bo'ladi. Ha. Buni vazifasi ko'p bo'lgani yaxshimi, kammi? Bu endi hozir bizga kirib kelayotgan mahsulot yuvilganligini hisobga oladigan bo'lsak, bu aslida kirib kelayotgan mahsulot yuvilmagan bo'lganda buni biz zararli virus deb bo'lardi. Eng tagida qoladigani medpisokning ichida kirib kelayotgan turpaqni foizi bo'ladi. Ha. Bu betonni sifatini markaziga ta'sir qiluvchi virus bo'ladi bu. Ha, demak buni yo'q bo'lgani yaxshi ekan. Buni yo'q bo'lgani yaxshi. Endi har bittasida o'ziga yarasha bo'ladi. Gosda bo'lishi kerak bo'lgan
fraksiyada bu, to'ldiruvchi bu ham 45 gram. 45 gram. Yozib oldik. Endi buni kompyuterda diagrammasiga solamiz. Diagramma chiqarib beradi bizga kerakli. Qayerda solamiz uni? Buni kompyuterga solamiz buni. Bizi diagrammamiz 20-chislo kirib kelgan tashkilotni nomi necha gram laboratoriya qilinyapti. Birinchi yilligimiz 12,5 litrdan qolgani 25 gram qolyapti. Bu degani общий hisobda 1,35%, 1,35% yirik to'ldiruvchisi bor. Uni to'ldiruvchi qaysisi bo'lgani yaxshi? Bizda o'zi boz bo'yicha hamma fraksiya ahamiyatga ega. Faqat me'yoridan oshib ketmasligi kerak. Sog' bo'ling. Salomat. Keyingi fraksiyamiz 645 gram. Yo'q, bu 135 10. Ha, 135. Keyingi son 7,5% ekan. 730 ekan. 7,30% ekan. 10lik fraksiyamiz. 5lik setamiz 645 gram. 34,77% ekan. Katta to'ldiruvchilar 42% ekan. Tashkil qilyapti. Bu ozgina yirikroq. Bu natija bilan biz berib turgan mahsul bitonimizni sifatiga ta'sir qiladi. Buni biz kompyuterga kirgizishda korrektirovka qilinadi. Har bitta sityoviy analizga qarab turib bitonni retsepti o'zgaradi. Chunki qancha katta to'ldiruvchini foizi ko'p bo'lgan sari ba'da qo'shilib turgan katta toshni foizi shunchalik kamayaveradi. Klientimizni bizga kerakli bo'lgani o'zi 5 litdan pasti kerak bo'ladi. Bular mayda to'ldiruvchiga kiradi. necha foizdan oshiq bo'lishi kerak katta to'ldiruvchi? Katta to'ldiruvchi o'zi bu narsa hammasini yig'indisi 20 dan 5 gacha bo'lgan norma bor. Katta to'ldiruvchi bo'ladi. 20 dan 5 gacha. Ana shu bizni toshimiz spesial zakaz qilingan. Именно mana shu 5 gacha bo'lgan toshlar katta shebenimizda yo'q. Biz buni klientdan olamiz. Shuni hisobiga toshni biz 30% deb bilsak katta toshni, qolgan 35%ni klientdan olamiz. Qolgani mayda to'ldiruvchi bo'ladi. Buni hozir ko'rib turganingizdek, bu bizni retseptimizga ta'sir qiladi. Biz har bitta kirib kelaturgan pesokni sitoviy analizdan o'tkazib, keyin retseptga qo'yamiz buni. Bizga to'g'ri kelsa olamiz, kelmasa olmaymiz. Bitta endi nima jarayon ketyapti Rustam aka? Bu yerda hozir o'sha hali ko'rsatganim maxsus bokslarda joylashgan metpisoyni, shebenni va qumni o'sha maxsus texnikamiz yordamida mana bunkerlarga to'kadi. O'ziga ajratilgan bunkerlarga to'kadi. Bu yerdan transformatorli lenta deymiz. O'sha tepaga yuqoriga o'zimizning tilda aytadigan bo'lsak, o'sha betonni qorishtiradigan maxsus o'sha mesarovka, o'zimizning oldi tilda gapiradigan bo'lsak. Demak, hozir bu yerda qumni, shebenni, o'sha toshni tushiryapti-da, aralashtirishga olib chiqyapti. Nimaga bu pomma bitta ochilyapti sababi? Bu ochildi, bu ochildi deyapti. Ichkarida kompyuterdan boshqariladi bu narsa. Aldan buyruq berilganda har bitta
o'sha maxsus nimadan, inertik materialdan, xomashyodan kerakligini oladi. Bularda tarozi joylashgan har bittasida. Ha. Adam buyruq berganda tarozida o'lchanib, tushgandan keyin to'xtab, keyingisi o'lchaydi. Keyingisi qilib navbatma-navbat har bitta xomashyoni o'lchab keyin chiqaradi tepaga. Ko'rsak bo'ladimi shu yoqqa? Albatta. Hozir mana shu tarozi bor, to'g'rimi? Ha, shu bo'ladi. Shu bo'ladi. Mana shu hozir vibrator to'kib beryapti, kerakli miqdordagisini. Ha. Har bitta datchik qo'yilgan, shu datchiklarda tarozi bor. Tarozi kerakligini to'kib beradi. Grammi oshib ketsa, demak tushib ketsa, bu sifat pastlaydi bunda. Ana shunda bitta narsa bor, grammi oshsa tushsa, birinchi kubada olingan xomashyoni xatolik yuz bersa, keyingi kubalarda kompyuter o'zi to'g'rilaydi. Ha. Plyus tarafi chetda. Hozir faqat qum olyapti. Hozir qum olyapti. Aziz beton korxonasida ana hozir qum shibenlarni taroziga qo'yish jarayonini kuzatyapmiz. Bitta shunday holat bor ekanki, mabodo agar buni qumda yoki shibenda ajlab turganda kattaroq qoshiqga bir nima bo'lib turib, kubada xatolik bo'lsa, to keyingi kubaga borguncha bu xatolik to'g'rilanar ekan. Demak, bu avtomatlashgan korxona ekan. Shunaqami Rustam aka? Xuddi shunday, avtomatlashgan. Har bir harakat o'sha kompyuter orqali boshqariladi. To'g'ri. Uch kuba hozir nima ishlayapman aka? Hozir bir kuba to'kiladi bitga. Balki bir kuba to'kiladi. Kubadan to'kildi hozir, ha. Bittada bu mana bu zavodimiz, bitta hozir ikkita zavod. Bunisi 1 kubalik, bunisi 3 kubalik. Ha. O'sha bitta olganda 3 kuba mahsulotni bittada aylantirib to'kib beradi o'sha maxsus texnikaga, ya'ni mikserga. Narigi zavodimiz u bitta aylantirganda 1 kubani to'kib beradi. Bu mashina nechta kuba oladi mashina? Bu 10 kubalik. Ha. 24 tonna. Bu nimaga anchagina olib qo'yarkanda? Bu 3 baravar ko'proq nima qiladi, ob'yom oladi. Aka, nima jarayon ketyapti hozir? Nimaga bu mashina suv olyapti? Bu demak beton tayyorlashga suv quyib bermaydimi yo mashinaga? Yo'q, bu yerda shunday narsaki, betonni olish jarayonida ham shofyorni vaqtini tejash maqsadida maxsus shu nima yordamida, turba, shu maxsus moslamalar yordamida shofirlarga qulaylik yaratish maqsadida bu narsani qilib berganmiz. Bir obyektga borganda betonni to'kkandan keyin o'sha bu nimani mikserda yuvish kerak bo'ladi. Ha. Betonni qoldiqlari qoladi-da, uzoq masofa bo'lib qolishi mumkin, har xil holat bo'lib qolishi mumkin. Shunda betonni qotib qolmaslik, beton qoldiqlarini qotmasligini oldini olish maqsadida bularda o'zi maxsus bochkasi bor, suv olib yuradigan. O'shanga suv to'ldirib olib, beton to'kib bo'lgandan keyin yuvib tashlaydi-da. Ha, demak hozir bu suv zapravka qilib olyapti. Ha. Obyektga borib betonni qo'ygandan keyin suv bilan mana shu ichida nimasini yuvib yuboradi. Shunaqami? Shunaqa, ha. Shu yuvib, tozalab, yana toza holatda zavodga qaytib kelaveradi, keyingi yukni olish uchun. To'g'ri aka. Hozir demak, mana yerda bachoga bor ekanda bularda. Mana shu meni Siemens bachogi. Ana shu, ha. Mana shu. Endi ishlab chiqqan jarayon bilan bir tanishsa bo'ladimi? Bo'ladi, ha. Bu bunkerlar so'ramapmiz bu. Bunkerlar nima vazifa bajaradi aka? Bunkerlarda betonni markasiga qarab ishlatiladigan sementlar. Ya'ni birida sulfat sement tursa, birida portland sement 500 markaligi, yana bittasida
Quvasoy turishi mumkin. Quvasoy sement, Namangan sement, har xil sement. Klientlarni zakaziga qarab har bitta bunkeriga o'sha betonga ketadigan, betonga ishlaydigan sementni biz zaxira qilib qo'yamiz. Bu nechta oladi bu bunkerlar? Mana bu kichkinalari 100 tonnalik, bular 250 tonnalik. Ha, demak hozir bu yerda 600 tonna sement bor. Hozir jamini hisoblaydigan bo'lsak agar 1,5 ming tonna sement turadi. Sababiki 7 ta bunkerimiz bor-da. 1,5 ming tonna sement qancha kun davomida ishlatasiz aka? Endi hozirgi mana bu mart oyi 24 ishlayapmiz hozirgi kunda. ishlayapmiz. Mart oyida yana ham ob'yomlarimiz ko'tarilib, kuchayib ketib qoldi, Xudoga shukr. Endi buni bir hafta 10 kun ichida bu sement tugab ketadi. Uzoq. Bo'lmasa 1,5 ming tonna sementni hadid beton 10 kunda tugatar ekan. Bundan kattasi bo'lsa kommentariyada yozib qo'yinglar. chunki 1000 kubamizga 400 tonna sement ishlatamizda. Ha. Bu masalan 5000 kuba masalan sotadigan bo'lsak, masalan 5000 kubaga o'zi 400 tonnadan bo'lsa 2000 tonna sement yo'q deganida. Bu degani bizning 5 kunlik ob'yomimiz. 5 kunda 2000 tonna sement islatamiz. Bunday qaraganda, men sizga hozir o'rtachasini aytdim. 1,5 ming tonna sementni bir haftada ishlatamiz degan nimada. Zo'r aka. Tanishtirasizmi endi yerda? Ish jarayoni bilan. Telefon. Hop, bu yer operator xonasi. Ha. Bizda mana ukamiz Javlonbek operator lavozimida ishlaydilar. Har kungilik chiqib turgan betonni jarayoniga bu kishi mas'ul xodimlar. Har bitta betonni o'zi tekshirib, markalarini, kubasini, holatini, hammasini laborantdan keyingi shaxs shu Javlonbek bo'ladilar. Ha, laborantni nimasi ekanda? Laborantdan kelgan natijalarga va o'shanga qarab rezultat qilib beradilar. Shunaqa. Zavod ishlab beradi. Ko'rib turganlar aka, beton berish jarayoni. Javlonbek mana mikrofonni olasiz. Assalomu alaykum Javlonbek aka. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz aka? Aka, ko'rib Nima ish bajaryapsiz va shuni bizga qisqacha va har bitta jarayonni tushuntirib bersangiz aka. bo'ldi aka. Hozir ko'rib turgan jarayonlarni betonni avtomatik tarzda berish jarayoni. Hozir mana shunda beryaptimi avtomatik tarzda? Albatta aka, albatta. Demak bu ishlayapti hozir Hozir vibratsiya. ko'rib turgan mashinangizga hozir beton mana shu sekund sanalgandan keyin tushishni boshlaydi. Bu hamma narsa inson faktorisiz avtomatik tarzda ishlaydi. Biz buni nazorat qilib turamiz. Hamma yoq avtomatik tarzda. Necha kuba tushyapti hozir shuning ichida? Hop, bittada hozir 2,5 kubadan tushirib beryapmiz. 10 kubani 2,5 kubadan bo'lib tushirib beramiz. Hatto 3 kubadan beton zavodimiz. Ha, demak hozir siz 2,5 kubadan ishlatyapsiz. 2,5 kubadan 4 tada 10 kubani chiqarib yuboramiz. Yo'q, shu bittasiga qancha vaqt ketadi ishlab chiqarishga Hop, betonni? 10 kubani ishlab chiqarishimizga 5 minut vaqt ketadi, 4,5-5 minutda 10 kubani chiqarib yuboramiz. Yaxshi. Hop, 1 soatda 150-160 kuba chiqarib yuboramiz. 1 soatda. Endi minovlarni tushuntirib bersa, tosh, qum, medpes deb yozibsiz, bular nima? Hop, bu tosh, qum, medpes bular hammasi o'sha retseptimiz bo'yicha kerakli miqdorda tushadi. Avtomatik tarzda kiritilgan. Biz retseptimizga mana spostimizda retsept bor. O'sha retseptimiz asosida hammasini to'liq olib, sementlarni ham o'zi oladi, suvlarni ham, kimikatni o'zi olib, tushirib, betonimizni qorishtirib, mikserga joylab beradi aka. Bunisi nima narsa? Hop, bu sulfat vodostoyka nimamiz bu. Sementlarimiz, bu Ackerman sementi. Markasi 600, markasi 500. Ha, bunisi nima? Suvmi bu? Bu suvimiz aka, bu kimikatimiz. Ha, ikki xil chemikat qo'shiladi. Ha, ikkita kimikatga joyimiz bor. Hozir bitta motorda ishlayapti, bu ikkinchi motorga joyimiz bor. Ha. Demak, hozir bular nima endi? Bu hozir bu yerdan tushgan, topgan nimani, Ha. netpesay topgan inert masojdan tortib, tanderning lentada netga olib kelib, zapasnoy. Ha, demak, zapasnoy ham bor. Zapas qilib turadi. Bu beton tushguniga tashlab bo'lgandan keyin ikkinchisini o'zi aralashtirishni boshlaydi. Mana hozir zapasnoyni olishni boshladi hozir aka. Ha, demak, bu yerda Oldinda yuradi. zapasnoy bunkeri ham bor. Ha, tepasida zapasnoy kutib turadi. Bu yopilishiga mana xudo xolasa
keyingi nimamizni tashlaydi. Pastliklar nima endi? Bu pastligimiz. Bu orqasidan sразу o'sha jarayonni tezlashtirish uchun yana buyruq berib qo'yamiz. Mana hozir o'sha buyruq berilyapti. Undan keyingi markani yana tezlashtirib olib, tezlashtiradi xullas. Davomiyligini. Zo'r. Bu narsa nima narsa aka? Kompyuter aka, bu mana apparatning miyasi bu. Nima shifrimiz. Shifta apparati bitta miyasi. Bu miya kompyuterimizga nima chiqarib beradi? Ashibka bilan qoladi. O'sha ashibkalarni bitta ashibkani keyingizda to'g'irlab olish nimalari xususiyatiga ega. Zo'r aka. Shu xudo xolasa. Aka sizga katta rahmat. Ay korxonaning ko'rti ishlab chiqarish jarayonini tanishdik yaqinda. Ha. Sizlarga mutaxassislar yoki shu sohaga qiziqqan yoshlardan ish so'ralsa yoki bo'sh ish o'rinlari mavjudmi sizlarda? Bo'sh ish o'riniga keladigan bo'lsak, xudo xolasa zavodimizni yanada kengaytiryapmiz. Shu zavodni kengaytirish nimasida asnosida hozir 3-4 ta bo'limlarga ishchi xodimlar olamiz. Qaysi bo'limlar shular? Qanday mutaxassislar kerak? Laborant olishimiz mumkin, operator olishimiz mumkin. Bizda o'zi call centerimiz mavjud. Call center xodimlari olinadi. Keyin marketing bo'limiga xodim olishimiz mumkin. Endi uni ham keyin sinovdan o'tkazib, agar hali Ish tajribasiga ega bo'lish kerak. ish tajribasiga ega bo'lish kerak avvalambor. Lekin ish tajribasi bor xodimlar har doim ham bo'sh bo'lmaydi. Shuning uchun nima deydi? Ma'lum bir miqdorda tajribaga ega bo'lgan xodimni olib kelib turib, o'zimiz kerak bo'lsa o'qitib, bitta ancha xodimlarni o'qitganmiz, o'zini mutaxassisligi bo'yicha ularni ham o'qitib, o'zimizni inson qilib chiqaramizda. Mana shu korxonani Hadidda oilasi qiladi. hadidda oilasi qilib, o'zimizni shu xodim qilib nima qilamiz, tayyorlaymizda, xudo xolasa. Marketinglikka qiziqqan va call centerga, operatorlikka va mana shu hadid beton oilasiga ishga kirmoqchi bo'lgan, shu korxonaga qiziqish bildirganlar bizni sahifamizga yozsalaring, Ustamxon akam bilan bog'laymiz. Xudo xolasa. Hadidda oilasi yana kengayadi. Xudo xolasa, inshaalloh, albatta. Yaxshi. Bu nima aka tayimizda turgan? Bu tarozi 100 tonnalik tarozimiz. Hali aytganimda inertiy mahsulotlarni tushirib beton qorishtirishga yo'naltirish holatida bitta tarozi ishlardi. Ikkinchi tarozimiz kontrolli tarozi, ichkarida beton qorishma tayyorlab turganda qo'shilgan qo'shimchalarni miqdorini aniqlash uchun ishlatiladigan ikkinchi tarozi va uchinchi nazorat tarozi sifatida buni qo'yganmiz. Tashqaridan kelib turgan xom ashyoni miqdorini o'lchaymiz, sotib olib turgan xom ashyamizni va klientlarimizga boradigan betonimizning miqdorini o'lchab, aniqlik kiritish uchun oxirgi tarozi mana shu tarozidan chiqib keyin klientga boradi. Ulug'bek aka, bizni loyihamizni qo'llab-quvvatlash maqsadida Ayubxon aka marafon boshlashganda. Mashallah. O'sha marafonlari mana nechta biznes tashrif qildik, undan keyin 5 tami 6 ta biznes tashrif qildik. Davom etib kelyapti. Beringlarlar. Mashallah. Bu shular marafonlar Veloga berdik, Yuksalishga, Chikagoga va boshqa korxonalarga. Endi Alloh rozi bo'lsin. Kamtar Begoyim korxonasiga biznes tashrif qilganmiz. Bip Step brendlari. Alloh rozi bo'lsin. Shu o'zlari chiqargan mahsulotdan sizga Bu Bip Step'niki bu. Bip Step korxonasi sizga o'zi ishlab chiqargan
mahsulotdan Alloh rozi nima bo'lsin. deydi, marafon davom ettirgan. Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Undan tashqari Birlik kitob do'konlaridan Aha. ustozimizni tijorat va ishlab chiqarish haqida tasavvuf kitoblaridan Birlik kitob do'koni sizga hadya qilgan. Alloh rozi bo'lsin. Masalan biz ham buni davom etaylik marafonni masalan. Siz ham davom etasizmi? Qo'qonliklar zo'rda bir odat boshlab qo'ysanglar, hammasi davom ettirib ketaveradi. Ana endi masalan endi o'zimizni bizda beton bo'lgani uchun to'g'risi hali mahsulotimiz sovg'a qiladigan darajada emas. O'shaning uchun men ko'proq mana Alloh yarham bilan mehrigiyo bilan ishlab turamiz ko'pincha. Endi shu mahsulotlarni sovg'a tariqasida klientlarga baraka qilamiz. Shuning uchun Bipstepga endi bizdan kam bo'lsa kam Bipstep emas, undan keyin korxonaga. Bundan keyingisigami? Xudo xohlasa keyin kelganda ammo bundan chiroyli narsa tayyorlab qo'yamiz. Xudo xohlasa marafonga albatta bu endi bu hisob emas bu. Ya bo'ldi. Endi hali hozirgi holatga deganingizga shu endi ammo bundan keyingi ammo albatta boshqacha qilamiz inshaalloh. Ulug'bek aka, katta rahmat aka. Xursand rozi bo'lsin. Korxona bilan tanishtirganingizga. Endi hadid doktor haqida podkastda gaplashamiz. Bo'ldi inshaalloh, xudo xohlasa. Inshaalloh. Unga vaqtimiz bo'lmadi. Biz ham vaqtimiz og'iz ochar vaqt o'tdi, esdan chiqdi. Endi podkastga adalashdik. Podkast kuni xudo xohlasa hadid doktor haqida qachon desiz? batafsil gaplashamiz. Ham bo'ladi.